Zodi qandaq bir yer shari sirtidagi planetda olimlarni 100% hayotlik mavjud degan hukmni chiqarishga jur'at qila oladi. Ya'ni qandaq bir planetda yer shari bilan eng yuqori o'xshashlikka ega deb qaraldi. Buning javobi faqat birla. U bo'lsa-mu Galaxy 581. Hozirga qadar birdan bir 100% hayotlik mavjud deb qaralgan yer shari sirtidagi planetda. Hozirga qadar jami 2 planetda o'ltiraqlashishga mos keladigan planetlar tizimligida oldingi o'rinda turadi. Hamda o'ltiraqlashishga eng mos keladigan tashqi planetlar dunyosi deb qaraladi. Biri Titan planetidagi Titanning 6-hamrohi. Yana biri Galaxy 581. Titan planeti Quyosh sistemasidagi ishki sayyorlarning ko'chish darajasi ko'rsatkichi eng yuqori bo'lgan planet. Galaxy 581 bo'lsa, kasbakli bo'lmaganlarning qalbidagi sayyorlarning ko'chish darajasi ko'rsatkichi eng yuqori bo'lgan planet. Uning ustiga Galaxy 581 faqat yer sharining o'xshashlik darajasi ko'rsatkichida birinchi bo'lishga bakrak moyil. Biz uni Quyoshning sirtidagi yer shari deb atasak bo'ladi. 2010-yili 9-oyning 29-kuni Galaxy 581 tunji qatim dunyoga oshkorlandi. U o'ltiraqlashishga mos keladigan belboqqa joylashgan sistema sirtidagi planet bo'lib, yer shari bilan bo'lgan oraliqi taxminan 210.5 nur. Mundaq chiqilib aytganda, biz nur tezligida ussaqmi 20 yilda ondan yer sharidan Galaxy 581 ga yetib bora olamiz. Hozirgi bizga nisbatan aytganda, bu nishonga balkim yetkili bo'lmasligi mumkin. Lekin shuni unutib qolmaslik kerakki, insonlar hozir texi dastlabki madaniyat bosqichida turibdi. Biz 2-darajalik madaniyatga, hatto 3-darajalik madaniyatga yetsakla Galaxy 581 ga yetib bora olamiz. Galaxy 581 ning sihriy kuchi asosligi uning hayotlik mavjud bo'lish mumkinchiligidan kelgan. Uni bayqovchilarning biri Stephen Ward bir qatimliq ziyoratda keskinlik bilan mundaq dedi. Meningcha Galaxy 581 planetida hayotlikning mavjud bo'lish fursati 100%. Dangliq astronom va fizika professori Stephen Ward ularni hargizmi bu etish yoki o'zining bayqash natijalarini tashviq qilish uchun mundaqla deb qo'ygan emas. Olimlar ko'p yillardan buyon chunqur tadqiq qilish orqali Galaxy 581 ning diametrining yer shari diametrining 1.2 hassasidan 1.4 hassasigacha, massasining yer shari massasining 3.1 hassasidan 4.3 hassasigacha ekanligini, sirtqi yuzining tog' jinslaridan tarkib topganligini bayqadi. Uning ustiga Galaxy 581 ning yer yuzining o'rtacha temperaturasi 0 dan tovan 31 Selsiya gradusdan 0 dan tovan 12 Selsiya gradusgacha bo'lsa-mu, lekin uning ustida kech kunduz va 4 faslning o'zgarishi. Bir tarafi mangulik kunduz, yana bir tarafi mangulik qorong'ulik. Kungay tarafi chidog'siz issiq, taskay tarafi bo'lsa intayin sovuq. Buning asosli sababi shuki, Galaxy 581 planeti o'zgacha sabablar tufaylidan qulunib qilib, dengiz suyining ko'tarilish, pasayishi, quluplanib qilish hodisasi shakllangan. Bu Galaxy 581 ning oraliqdagi sahar va gugum chambarki atrofni hayotlikning mavjud bo'lishiga mos keladigan joyga aylantirgan. Ya'ni uning o'rni kunduzlik yerim shari bilan yopirmoq yerim sharining chegara sizig'i atrofida bo'lib, u yerda yer sharidagi hayotlikning yashashiga mos keladigan temperatura hamda suyuq holatdagi suv mavjud bo'lishi mumkin. Buningdan boshqa Galaxy 581 ning oraliqdagi atmosfera qatlami uning hayotligining mavjud bo'lib turishidagi muhim asos. Dengiz suyining ko'tarilish, pasayishini quluplash prinsipi va nazariya modeliga asosan suv yoki karbon 4 oksidi qatorli qarga aylanadigan birikmalar qorong'u tarafga yig'iladi. Kindikning kunduzlik yerim sharchisida yil bo'yi yo'riqlik kamchil bo'lg'achqa, suv yil bo'yi tuvan temperatura sababidan sovib muz ko'tarilishini shakllantiradi. U bir xil sharsimon cho'ng quruqlik muz qoplamasidan qasila ikkinchi o'rinda turadigan nursimon muzlim. Buningdan boshqa, qutbning temperaturasi yana atmosferani kondensatsiyalab yer shari massasining 3 hassasiga to'g'ri kelsa, 5 mashina yetarli ig'irlik kuchiga ega bo'ladi. Bir qadar yuqori quyuqlikdagi atmosfera qatlamiga ega. Yuqori quyuqlikdagi atmosfera qatlami issiqlikni butkul planetga tagshi tarqatadi. Bu jonliqlarning yashash muhitini zo'r darajada oshiradi. Galaxy 581 ning mavjud bo'lib turishi va bayqilishi zo'r ahamiyatga ega. Chunki uning mavjud bo'lib turishi planetlarni bayqash nisbatining 10% dan 20% gacha o'rliganligidan derak beradi. Boshqacha qilib aytganda, samo yo'li sistemasida 11 gigant planet mavjud bo'lishi mumkin. Balkim insoniyat madaniyatining o'zliksiz taraqqiy qilishiga ergishib, planetlarda o'ltiraqlashish reallikka aylanishi mumkin. Uchoqqa borganda insonlar yer sharida uy uchun kun bo'yi andish qilayotgan qadimiy davrni eslaganda, cho'qim o'zini tutib ololmay kulib ketadi. Bu yaqin oraliqdan ko'rsatilgan quyosh bo'lib, g'oyat zo'r tang ionlik sharsimon jism. Uning massasi butkul quyosh sistemasining 99.86% ni egallaydi. Diametri 1.390.000 kilometr bo'lib, yer shari diametrining 109 hassasiga to'g'ri keladi. Hajmi yer shari diametrining 1.300.000 hassasiga to'g'ri keladi. Mushundaq g'oyat zo'r o't shari bo'lish sifati bilan u har vaqt nur va issiqlik tarqatib, yer shariga quyosh nuri elib keladi. Dal quyosh nuri bo'lg'achqa, yer shari sonsizlagan hayotlikni borliqqa keltira oladi. Undaqda, agar kunlarning birida bu g'oyat zo'r quyosh yo'qolib ketsa, yer sharida qanday o'zgarishlar yuz berdi? Yer sharida yashayotgan biz yana qanchalik bardoshlik bera olamiz? Bugun biz quyosh yo'qolgandan keyin elib keladigan ta'sirini tushunib boqaylik. Quyosh g'oyib bo'lgan o'sha daqiqada amaliyotda biz hech nimani his qila olmaymiz. Chunki yo'riqlik sur'atining cheklamasi tufaylidan quyosh yanada osmonga esilib turadi. Quyosh fotoni sekundiga 300
500 ming kilometrlik surat bilan tarqaladigan bo'lg'achqa, yer sharining quyosh bilan bo'lgan orlig'i taxminan 150 million kilometr keladi. Bu quyosh fotonining yer shariga tarqalishiga 8 minut 20 sekund vaqt ketadiganligidan derak berdi. Shunga 8 minut 20 sekunddan keyin biz quyoshning osmondan g'oyib bo'lganligini bayqaymiz. Bu vaqtda yer shari qorong'ulikqa petib qoladi. Shuning bilan bir vaqtda quyoshning yo'qilishiga agishib, quyoshning tortish kuchimi shuniga agishib yo'qoladi. Chunki tortish kuchining surati yorug'lik tezligi bilan o'xshash bo'lib, tortish kuchi bo'lmasa, yer shari xuddi yugansiz yovi otga o'xshash sekundiga 30 kilometrlik surat bilan asldagi aylanish orbitasidan ayrildi. Quyosh sistemasining sirtiga qarab uchib, olam bo'shlig'ida sargardon bo'lib yurgan sayyoraga aylandi. Orqadilla mo'lcharligili bo'lmaydigan bir qator masalalar yuz berib, yer sharining muhitida qadamma-qadam g'oyat zo'r o'zgarish yuz berdi. Quyosh nuri tushmaganlikdan oldi bilan temperatura tuvallaydi. Biroq yer sharining tortish kuchi yana atmosfera qatlamini bo'g'ib turadi. Temperatura ko'zni yumib ochqish tuvallamaydi, balki bir xil asta shaklda tadrijiy tuvallaydi. Quyosh yo'qolib taxminan bir haftadan keyin yer sharining issiqlik miqdori iqib ketishga boshlab, o'rtacha temperatura 0 gradus atrofiga tushadi. Bu vaqtda o'simliklar fotosintez elib borolmaganlikdan asta-asta qurib ketadi. Yer sharining oksigen bilan ta'minlashi to'xtaydi. Barliq jonliqlar faqat asldagi oksigen zapasidan foydalana oladi. Quyosh yo'qib bir oydan keyin temperatura 0 dan tuvan 30 selsiya gradusga tushib, quruqlikdagi ko'l, daryolar muzlashga boshlab, yer yuzini oq qor qoplab ketadi. Yer sharida hayotlik mavjud bo'lmayli qolmasdan, butkul oziqlik zanjiri uzil-kesil gumron bo'ladi. Oziqlik manbasi bo'lmag'achqa, nurg'un hayvonlar orqa-orqadan o'lib ketadi. Vaqtning o'tishi bilan barliq jonliqlar halokat girdobidan qochib qutulolmaydi. Vaqti kelganda faqat oz sondagi mikroorganizmlar hayot qola oladi. Insonlar yashash uchun yer ostiga yo'tkilib o'ltiraqlashishga majbur bo'ladi. Lekin hamma odamga fursat bo'lavermaydi. Har qaysi davlatlar insonlarning ko'payishi uchun oz bir qism fan-texnik sarxillarni yer osti shaharlarga o'ltiraqlashtirdi. Ondan sun'iy quyosh nuri va zapas yemaklik hamda energiya manbasi orqali davomli hayotini saqlab qoladi. Hamda zo'r kuch bilan ichish orqasida muqim ekologiya barpo qilib, yemaklikni uzoq muddatlik manbaga ega qiladi. Yer yuzida temperatura tadrijiy tuvallab, texmi tuvan nuqtaga tushadi. Quyosh yo'qolib 1 yildan keyin yer sharining temperaturasi 0 dan tuvan 70 selsiya gradus atrofiga tushadi. 2 yildan keyin 0 dan tuvan 200 selsiya gradusga tushadi. Dengiz okeanlar butunlay muz bilan qoplanib, oxirida yer shari sovuq cho'ng muz shariga aylandi. Balkim o chaqda faqat dengiz ostida suyuq holatdagi suv mavjud bo'lishi mumkin. Yer ostida yashayotgan insonlarni kelgusiga nisbatan qorong'ulik deyishga bo'ladi. Biroq vaqtga yarasha yuqorqilarning hammasi ilmiy tasavvur. Chunki quyosh bekordan bekor yo'qolib ketmaydi. U faqat yiqilg'usi uzil-kesil xo'rab tugagandala ondan halokatga yuzlandi. Olimlarning hisoblashiga asoslanganda quyosh taxminan 5 milliard yil ko'ydigan bo'lib, 5 milliard yildan keyin yadrodagi yadro berikish reaksiyasi karbon elementida to'xtab, davomli besim ishlatib energiya qo'yib berishga amalsiz qoladi. Eng oxirida butkul turg'un yulduzlar parchalanib, go'zal sayyorasimon tumanliqni shakllantiradi. Orliqda faqat zichligi intayin yuqori bo'lgan bir oq yer shari insonlarning yashash makoni bo'lib qoladi. Hamma yerda yer sharining bexatarligiga tahdid soladigan ba'zi hodisalar doim ko'rilib turadi. Buning ichida eng ko'p uchraydigan xatar koeffitsiyenti eng yuqori bo'lgani kichik sayyoralarning yer shariga so'qilish hodisasidir. Yer sharining uzoq o'zgarish jarayonida yuz bergan kichik sayyoralarning yer shariga so'qilish hodislarini sanab tugatgili bo'lmaydi. Kichik sayyoraning yer shariga so'qilishi dunyodagi 4 cho'ng vayron qilish xarakterlik ofat biri. Uning yer shariga keltirgan ziyini insonlarning ko'z oldida hozirgacha gavdalanib turadi. Yer shari tarixidagi ko'p qitimliq jonliqlarning yo'qolish hodislarining ko'pinchisi osmon jismlarining so'qilishidan kelib chiqqan. Bu kichik sayyoralarning yer shariga so'qilishining ziyini borki, qilch foydasi yo'qligidan derak beramdi. Amaliyotda undaq emas. Kichik sayyoralarning yer shariga so'qilishi quyosh sistemasining o'zgarish tarixining iznasini paydo qiladi. Chunki olamdagi oqar yulduz yoki meteorit toshlar yer shariga chechilib ketadi. Insonlarga nisbatan aytganda, ular intayin zo'r tadqiqot qimmatiga ega. Meteorit toshlar tormozlash rolidan o'tmagan bo'lib, quyosh sistemasining dastlabki bosqichidagi uchurlarni mukammal saqlagan. U insonlarning quyosh sistemasidagi sayyoralarning modda tarkibini tushunishidagi muhim yo'l bo'lib, insonlarning olamning o'zgarishini tushunishida muhim ahamiyatga ega. Hozirgacha yer sharida bayqalgan meteorit toshlar ichida eg'irligi oldingi 3 o'rinda turadigan meteorit toshlarning hammasi temir meteorit. Birinchisi 1920-yili Afrikadagi Nambiyaning Xoba rayonida bayqalgan, sirtqi yuzi 6,5 kvadrat metrdan oshadigan, eg'irligi 60 tonna atrofidagi Xoba meteorit tashi bo'lib, bu meteorit toshning temir tarkibi 84%, suyuqlik tarkibi 16% atrofida. Ikkinchisi Gerlandda bayqalgan bo'lib, hozir Amerika Nyu-York shahrining Manhattan shahridagi Hayden rasadxonasiga qo'yilgan. Temir meteoritning eg'irligi 30,882 tonna. 3-o'rinda turadigan meteorit toshga kelsak, 19-asrning oxirlarida Jungo Xinjiangning Qinhe noyasidan eg'irligi taxminan 30 tonna keladigan meteorit tosh bayqalgan. Bu meteorit toshning tarkibida temir 88,67%, nikel 9,27%. Shundaqla yer sharida yo'q ko'p xil minerallar bor. Uningdan boshqa Jungo tarixida haqiqatan xotirlangan meteorit tosh voqeasi 400 qitimdan ortiq bo'lib, davlat ichida dunyo bo'yicha 3-chi
o'rinda turadigan Tian meteoritidan boshqa yana dunyo bo'yicha eng chong meteorit tosh bor. 1976-yili elimizning Jilin o'lkasiga tushgan Jilin odatdagi sharsimon donchilik meteorit tosh bor. Buning ichida birinchi nomerlik meteorit toshning eg'irligi taxminan 771 kilogramm keladi. Dunyodagi eng chong meteorit tosh hisoblanadi. Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar. Siz tug'ilishdan burungi dunyo tarixi. Siz bilmoqchi bo'lgan sirlarning jamgohi. Sinchoq saloni. Hurmatli ko'rurman. Agar dunyodagi ajoyib g'aroyib echilmagan sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, undaqda siz Sinchoq salonini qo'shib oling va do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Salon izlash nomi Sinchoq.